Agar sizda juda ko'p bosh og'risi bo'layotgan bo'lsa, bosh og'rig'ingiz bo'lsa, bilingki, bu sizni otangizga nisbatan ichingizda saqlagan g'azabingiz bo'lishi mumkin. Mana shu aytgan texnikamdan keyin sizdan bosh og'rig'i bir haftada 100% voz kechishi mumkin. Lekin chin dildan ishonib bajargan paytingizda, ishonch bilan bajargan paytingizda undan ham tezroq natija, balki 3 kunda natija olishingiz mumkin. Aytasizda ertalab va kechqurun 3 martadan shunaqa gapirasiz. 2025-yili 15-mart kuni men shuni angladimki, meni bosh og'rig'im bu aslida otamga bo'lgan g'azabim, nafratim ekan. Bugundan boshlab men shuni his qilyapmanki, otamni bolaligi haqida eshitgan paytimda otamga nisbatan ichimda hech qanaqa nafratim va g'azabim qolmayapti. Otajon, meni kechiring, men sizni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Sizga bo'lgan hamma nafratim, g'azabim butun vujudimda, boshimda programmalashganini his qilyapman va siz otamga bo'lgan nafratimni hammasini quyosh nurida eritib yo'q qilaman. Hozirgi mana shu vaziyatda, ya'ni bosh og'rig'im vaziyatida yelkalarimda qolgan programmalarni, nafrat programmasini, qo'llarimdagi, oyoqlarimdagi, ko'ksimdagi, butun vujudimdagi har qanday nafrat programmasini, nafrat hislarini, nafrat emotsiyalarini, nafrat tuyg'ularini hammasini quyoshda eritib yo'q qilaman va qo'yib yuboraman. Mana shu gapni aytsangiz o'zi yetarli bo'ladi. Butun kasalliklar, butun g'azab, butun nafrat bizning yelkamizda joylashgan bo'lar ekan. Aynan yelkangizni shunaqa silagan holatda o'zingiz bilan ishlab bir qancha kasalliklar, hattoki tuzalmaydi degan kasalliklarni ham tuzatishingiz mumkin ekan. O'ylab ko'ring, qachon, qayerda va qanday holatda otangizdan juda qattiq xafa bo'ldingizki, boshingiz juda tez og'riyapti. Hammangizga shifo bo'lsin azizlarim.